Nimaga hal bo'lmasa ekan? Hal bo'lmagan narsa o'zi yo'q. Bu xo'jayini sen bo'lasanmi? Menga qarang-a. O'g'lim 3-4 safardan beri imtihondan yiqilyapti. Men senlarga pulni nimaga to'ladim? Pulini olgandan keyin pravani ham hal qilib qo'ylaring. Birinchidan sal o'zingizni bosib olib gaplashing. Ikkinchidan pulni menga emas, o'qish, pravi uchun bankka borib to'lov o'qigansiz. O'g'lingizning ism familiyalari nima edi? Ahmedov. Ahmedov. Yog'i rasa kashi bo'yotibdi-ku. Darsda rasa qoldirgan ekanlar. 2-3 safar ekzamenga ham kelmabdilar. Uzr ukam. Ozgina qizishib ketdim. Endi bu qurib ketgan pravani ham bir amalab hal qilsa, bizdan ham qolib ketmaydi. Endi bilasiz-ku, hal bo'lmagan narsani o'zi yo'q. Qancha aytsangiz beraman. Ana shuncha. Bo'lar ekan mana. Ana endi bu o'g'il bolacha ish bo'ldi. Qani 5 oling. Sizga ishondimi? Alo, o'g'lim bilan muammo bo'lib qoldi. nima? Aslida mashina tutyapti. Qayerda mashina urib ketadi? 5-tagida. Qaysi больницada? Akachasini yubordim. Hozir yetib boraman. Tinchlikmi aka, nima bo'ldi? Xotiraman, hammasi yaxshi. Nima bo'ldi? Hammasi yaxshi deyapman-ku. Hozir kino oldida xotiraman. Eshigini tegdi, ko'chada o'ynab o'tirgan ekan. Bir mashina tez kelib, o'g'lini urib ketdi. Bo'ldi, bunda yosh bola ekan. Endi uni yaramasam sal tezroq kelgan ekan. Voy maraz, qayerda o'zi u? Qayerda? Sho'pir qochib ketibdi, lekin adasi yetdi. Hozir pastga doriga tushib ketdi. Men olib kelaman desam, "Yo'q, olib qo'yavering, men o'zim olib kelaman." Sen xotiraman. Voy. Maraz. Qani ko'rsak bo'ladimi? Ana sho'pir adasi ham kelyaptilar. Maraz, qani o'g'il tarbiya qilgansan? Kichkina ko'chada shunaqa katta tezlikda haydaydimi? Bu qayerdan olib bergansan o'zi pravani? Qayerdan? Olay qo'lingni. Pravanimi? Porani evaziga sen bergansan. Esingda yo'qmi? Biz orzu qilgan qahramon bo'lasiz dada. Nima so'rasam olib berasiz a? Katta bo'lsam meni o'qitasiz dada. Orzularimga yo'l ochib berasiz.